Assalomu alaykum O'zbekiston, assalomu alaykum butun dunyo. Xudo xolasa Qozog'iston Almataga Oktagon konferensiyasiga ketamiz, Oktagon ligani. Menimcha bitta o'zimni chaqirmagan. Yo'qda nima kutyapti bilmayman. Lekin men nastroyim beton bor. Har doimda. Menimcha O'zbekistondan bir o'zim ketmayotgan bo'lsam kerak. Bayramda do'stlar. Kimlarni ko'ryapman, tinchlik bo'lsin dash qilib. Ularga ham ko'rsatay bircha. Hey, jamoat, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Hormanglar. Assalomu alaykum. Kimlarni ko'ryapman? Ko'rdinglar. Konferensiyagami? Xudo xolasa inshaalloh. Yaxshi bersin. Endi bari. Meni kamarimga hujummi deyman, ha? Meni kamarimni olib ketib qoldim-ku. Shuncha aytolman. Omad tilayman. Mayli, har qalay o'zbeksan. Yaxshida ko'rishaylik. Sizlar nima bo'lganda ham o'zbek biza. Tem bola ulug' kunlarda konfliktlarni bir chetga surib, ro'za oylarida shu chiroyli muomalani yo'qotmaslik kerak do'stlar. Bu dunyo o'tkinchi, u dunyo bizani kutuvchi do'stlar. Shuning uchun ulug' kunlarni qadriga yetish kerak. O'ziga bir shapaloq qo'ymoqchi edim, nelan o'yladim-da. Bir ikkitasini o'zi kutib o'tiribman, izimdan gapirib, xuyaret qilgan bir ikkitasi bor o'zicha, o'zidan nimalarni yasab. Jonlaring sog' bo'lsin, o'zingiz ehtiyot qilingizlar. Hali hammasi oldinda.